Shahar yo'lovchi transportida bepul yurish huquqini beruvchi imtiyozli transport kartasini onlayn rasmiylashtiring. Buning uchun my.gov.uz bosh sahifasidagi qidiruv satriga shahar yo'lovchi transporti imtiyozli kartasini olish deb yozing va tegishli xizmatdan foydalanishni boshlang. Karta turida tizim sizga ikkita tanlovni taklif etadi. Agar oldin olgan kartangiz yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, imtiyozli transport kartasining dublikatini olishni belgilang. Birinchi marta karta olayotgan bo'lsangiz, imtiyozli transport kartasini olishni tanlang. Quyida yashash hududi va tumaningizni ko'rsating. Tayyor karta pochta orqali yetkazib beriladi. Shuning uchun aniq yashash manzilingiz kiritilishi shart. Endi shahar transportidan bepul foydalanish huquqini beruvchi ijtimoiy toifangizda, masalan, urush qatnashchisi, yolg'iz keksa yoki nogironligi bo'lgan shaxsmisiz, belgilang va yuborish tugmasini bosing. Arizangiz tegishli tashkilot tomonidan ko'rib chiqilgach, 2 ish kun ichida imtiyozli transport kartangiz pochta orqali uyingizga yetkazib beriladi. Vaqtingizni tejang va davlat xizmatlaridan onlayn foydalaning.